Diplomatiya Ministerligi 6 ayning 18 kuni Amerika tarafining atalmış 2020 yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni qonunlashtirganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotning to'liq teksti tuvandikicha. Amerika taraf atalmış 2020 yil Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasiga imzo qo'yib, uni qonunlashtirdi. Bu atalmış qonun loyihasi Jungo Şinjanning kishilik huquq ahvoliga yomon niyatda qarchaplab, Jungo hukumatining Şinjanni idora qilish siyosatiga zaharxandalik bilan hujum qilib, xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosiy mezonini ochiq oshkora dafsanda qilib, Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashdi. Jungo hukumati va xalqi buningdan qattiq g'azablanadi ham buningga qat'iy qarshi turdi. Şinjanga chetishlik masala hargizmi kishilik huquq, millat, din masalasi bo'lmasdan, balki zo'ravonlik, terrorlikqa va bo'lginchilikka qarshi turish masalasi. Şinjan ilgari asabiylik, zo'ravonlik, terrorlik harakatlarining ziyniga cho'nqur uchirgan. Xalqning hayoti va mol-mulk bexatarligi og'ir tahdidga uchirgan. Şinjan hadisidanmi, mohiyatdanmi tuzashda chang turib, zarba berish bilan oldini olishni birlashtirib qo'llangan bir yurish tadbirlar Jungoning qonuniga uyg'un bo'lib qolmasdan, yana Jungoning xalqaro jamiyatning terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish tashabbusini amaliylashtirganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dunyo terrorlikqa qarshi turish strategiyasi va zo'ravonlik, asabizmning oldini olish harakat planini amaliylashtirishning konkret qadam bosqichi va namoyandasi. Şinjan qanat yoydirgan turli xizmatlar zo'ravonlik terrorlik harakatlarining ko'p yuz berish vaziyatini unumli to'sib, davlatning birligi, xavfsizligini eng zo'r darajada qo'g'dab, Şinjandagi har millat xalqining hayotlik huquqi, sog'lomlik huquqi, taraqqiyot huquqi qatorliq tub huquqlarga kafolatlik qildi. O'tgan 3 yildan ortiq vaqtdan buyon Şinjanda bir qitimli zo'ravonlik, terrorlik delosi yuz bermadi. Millatlar barobar ittifoq yashadi. Dillar inoq rayish, xalqning turmushi xotirjam, baxtli bo'ldi. Xalqaro jamiyat Jungo hukumatining Şinjanni idora qilish siyosatiga umumyuzlik ijobiy baho berdi. Terrorizm, asabizm insoniyat jamiyatining o'rtaq dushmani. Har qaysi davlatlarning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugatishdagi tirishchanligini o'xshash bo'lmagan o'lcham bilan o'lchamaslik, texmi muhimi xalqaro axloq va haqqoniyatga xiloflik qilmaslik, insoniyat axloq fazilatini qasddan burmalamaslik kerak. Amerika tarafining yuqorqi atalmış qonun loyihasi paketga ko'z yumganlik, haq-nohaqni ostin-ustin qilganlik. Şinjanning terrorlikqa, bo'lginchilikka qarshi turish va asabiylikni tugutish tadbiriga qora chaplashga uringanlik. Terrorlikqa qarshi turish masalasida ochiq oshkora qo'sh o'lcham qo'llanganlik bo'lib, Amerika tarafining Jungoning egilik huquqi, xavfsizligiga ziyon yetkazish, Jungoning millatlar munosabatiga so'g'uqchilik selish, Şinjanning gullanishi, muqimligiga buzg'unchilik qilish, Jungoning taraqqiy qilib zo'rayishini cheklash razil maqsadini yanama oshkorlab berdi. Amerika tarafga rasmiy yo'sinda shuni uqtiramizki, Şinjan ishlari butunlay Jungoning ichki ishi. Har qanday davlatning aralashishiga yo'l qo'ymaymiz. Jungo hukumati va xalqining davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash irodasi hargiz tavranmaydi. Amerika tarafni xatoligini darhol tuzatib, Şinjanga chetishlik qonun loyihasidan foydalanib, Jungoning manfaatiga ziyon yetkazishni, Jungoning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga yana bir qitim da'vat qilamiz. Undaq bo'lmaydi ekan, Jungo taraf jazman qat'iy qarshi tadbir qo'llanadi. Bundan kelib chiqqan barliq oqibatni Amerika taraf jazman to'liq ustiga elish kerak.